Yordamga joyga ertalab kamerani yoqilibdi-ku. Hammaga salom onachilar, sizlar bilan Jekko 727 onachilar. Yana onachilar, qishloqdamiz onachilar. Onasam ketdi. Mana kim qo'yib qo'ydi. Endi men orqaga chiqaman. Qishloqlar joyga ketishdi bu qishloqlar. Qo'shnim bo'lsa kerak onachilar. Qo'shnim ko'p hazillashadi men bilan. Onachilar bilan qachon sinir bo'laman men. Qo'shnim. To'xtang onachilar, meni do'konim bor onachilar, yangi do'kon ochganman. Qarab turaylik to'xtang. Hali hech kim savdo bo'lgan yo'q onachilar endi. Na savdoga na yurishtiran onachilar. Do'kon ochganman, sayib. Hali sizlar bilmaysizlar onachilar buni. Keyin aytib o'tib ketaman, hop. Mo'sani qo'yib qo'yamiz. Tun. Ya. Onachilar hali ham farzand qo'yganman, soliq to'lamayman shunchun. Omasam. Qani to'g'ri. Merda oldiga olib kelaman. Yo'q onachilar, qo'shnimni qaranglar. Sho'ma. Qo'shni. Jekon. Uyimda ahvoliga nima qilibdi, zo'rkan? O qishloqqa. Uyimga qara. Uyim zo'r. Ketyapsan qishloqqa. O'rgancha balki. Qishloq qanasan? Mana men. Qishloqqa? Uyingda nima? Unga qaramaysanmi? Qarayman, nima ishing bor seni? Bor o'zingga qara. O'zing bilasan. Ta'mirlab bermoqchi edim. Endi o'zing bilasan, ketdim. Sho'ma yo'q. Merda oldiga olib kelaylik. To'q. Kira. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Qanday nima kelding? Medmoqchidim ha bo'ldi. Janob mer, uni qo'shnim bor-ku, uyga qaramayapti. Nima berasan? Qo'lim tegib ketdi. Uni anchadan beri bilaman, uyga qaramaydi. Uyni ta'mirlab bersang. Nima uni? Mer, uyni ta'mirlab berishim kerak, uyga qaramaydi. Sen aytganingni qil, bo'lmasa qishloqdan qaytarasan. Xo'p, men ovqat o'tkazyapman. Endi bir kim endi bu qishloqni uyini ta'mirlab berish kerak bor. Qani u qishloq o'zi? Ana ekan. Yo'q qishloqqa. Nima deysan, Nekon? Sen uyini men ta'mirlab berishim kerak. Zo'rku. Kim aytdi? Mir aytdi. Sen hali ko'rasan mendan. Senga do'kondan hamma narsani qimmatga sotaman. Hozir sota olmayman, men olmayman seni sen. Olmasang. Ketdim. Onachilar, endi uni tuzatib berish kerak. Qani bir uyni ahvolini ko'raylik-da, ichini, meni uyimni qaranglar, onachilar, buni uyini qaranglar. Sandig'ida nima bor? Hech bola yo'q. Alloh so'kmayam. Onachilar. Ketdim, birinchi o'rinda men uyimdan doska olib kelib turay. Olayda. Doskam bormikan? Bor ekan 60 ta. Qora naqalarni onachilarni olishimiz kerak bo'ladi birinchi o'rinda. Meni kirkam yo'q, onachilar. Kirkam qayerga qoldi? Sen kirkam solaylik onachilar. Bo'ldi. Ikkinchi telefonimni ham qo'yib qo'ying, ikkala telefonimni ham hop. Birinchi iPhone 6, ikkinchisi iPhone 7.
Bo'lmasam buni hozir boshqatdan buzib ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ungacha ularni yo'qotib turaylik. Onachilar buni ushlagim mumkin emas. Bo'ldi. Xo'p, endi ularni buzib chiqishimiz kerak bo'ladi. Nega unaqa nega unaqa do'stga qo'yamiz? Ana. Endi betiga tepib. Ana. Hamma joyda bormi ma'lumotlar? Qishloq rostiga umuman qaramaydi. Jonimlar ko'p marta aytgan, unga qara deb. Qarayman deydi, lekin o'z bilganini qiladi. Endi oynak bo'lish kerak, onachilar. Xo'p, onachilar, kommentga onachilar shu obuna bosinglar desam, kommentga devorman. Adash ketaman, onachilar. Onachilar obuna va like tugmachasini bosinglar, onachilar 100 taga yaqin qoldim. Sizlar uyni qaytadan unaqa qoldi. Shu joyda. Hop, mana. Hop, endi mana onachilar uyda hali ko'p. Hani bekleyen var onachilar. Bekleyen buzamiz. Bo'ldi, endi ularni biz chiqamiz onachilar. Unga boshqacha tosh qo'yamiz. Uyimni endi tashlab chiqay. Meni ta'mirlayapsanmi? Ta'mirlayapman, yuqoriga kelmay tur. Tosh bormi kerak endi. Endi bu taraf shaxtaga ham borib turamiz. Oldin shaxtaga olib keldim. Shaxta qaysidan deydi, onachi. Esimni ham qo'ymaydi. Iya bo'ldi, turadi. Mana bu tarafda shaxta. Hozir boramiz shaxtaga. Hozir topaman. Mana, shu shaxtamiz. Lekin ularimiz onachon uyga kerak bo'ladi. Nechta vaqtda? 18 ta yetadi. Ketdik mana onachilar. Tezroq berib, onachilar keyin do'konimizga qaraymiz. Ma'lumsa bitta qishloqda seni qilasan. Men hamma qishloqni o'zimga o'z boshimcha bo'lib qolib, bilmayman. Qaramayapti. Voy, onacha qo'nim yomon chiqib ketdi. Mikro ovqat yeb chiqaydim. Bo'ldi. Endi qonim ochqanmaydi onachilar. Hozir. Balki olib qo'yaylik. Uni ustiga qo'yibman, ana shu.
Hatto tandig'ini tezda ham bora olmadilar. Qolmadi yo, nechilar desam bor ekan. Hop. Mana bo'ldi. Uyi почти ta'mirlanib bo'ldi, onachilar. Endi bitta oynak kerak. Ungacha men uxlab olaydi. Yetimni yopib qo'yay zombilarga qarshi. To'xta, men fakirimni olib chiqibman. Ne turdimmi? Qachon tush ko'rdim? Menda nima qilyapti o'yin endi? Meni qumga borib kelishadi, onachilar. O'ynayini qilib yaxshi. O'ynagin o'rniga. O'zog'az. Endi jonim berga kelay, meni o'qib oldimda. Toq. Kring. Assalomu alaykum Janimber. Vaalaykum assalom. Janimber, kecha aytgan ishingizni qilib oldim. Lekin derazasini qo'ymadim, o'zi qo'yib oladi. Ha, bo'pti, chiroyli qilib qo'ydingmi? Ha. Sandiqdan olmasa bor endi. Bo'pti. Olmasa keling o'shaga. 32 stak bor. Zato mer yangi bir ochganman a. Ha. Menga uni olmos to'shakka ber. Qo'shimcha pul olaymi? Yo'q, desang beraman o'zim. Ha, bo'pti. O'zini olmachilar, keyin sotilgan pul ishlab qo'yganman olmachilar. Yuziga yana olmasam olmachilar boy. Men yana bir ketyapman olmachilar, hali men olmachilar shaharimga ham ketishim kerak olmachilar. Amerika so'sha beramiz, olmos kimga borib o'tdi-da? Ochib qo'yamiz va kiramiz. Olmos keyin. İşten yo'qmi? Men ishton yaptım. Bo'ldi, ketdik. Sandig'iga solib qo'yishimiz kerak endi. Mashta fakkimda o'tib bo'ladi. Qishloqning ham bitta bo'lmasa endi buni merga borib beraman. Mana mer olib keldim. Ha, sandiqqa solib qo'yib, yana 32 stak olaman. Hop. 32 stak. Hop, men o'ziga o'raman, izimlik kerak menga. 32 stak oldim men. Ha, hop, oldim. Keyin o'zga yapayım. Sami bo'ldi Hop. Mana onachilar videoni ko'rib, mana zavqlangan bo'lsalar, onachilar, shunday obuna va like tugmachasini bosib qo'ying. Bosib qo'ydingizmi? Ha, bo'pti. Yaxshi onachilar. Bu menga foyda va meni kinoga olishimga oz qoldi onachilar. Sizlar bilan Jeko etishim bo'ldim.